insonga qulaylik bering, komfort bering va u o'z maqsadlarini unutadi. Insonga azob bering, qiyinchilik bering va u butun dunyoni zabt etadi. Qizig'i, insonlar ko'proq qulaylikda, komfortda emas, balki qiyinchilikda, muammolar ko'p bo'lganda o'sar ekan. Demak, yaratgan ham bizga qiyinchiliklarni, muammolarni bizni o'sishimiz uchun, yangi urovingga chiqishimiz, boy badavlat bo'lishimiz uchun berilar ekan. Ana endi ko'pincha biz nima deb adashamiz? Muammo bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, ey Xudo, shu men yomon ko'rasan desan, ey Xudo, nima gunoh qildim, menga bunday qiyinchilik berasan deb xafa bo'lamiz. Demak, qiyinchiliklar, muammolar bizga kuchliroq, boyroq bo'lishimiz uchun berilar ekan. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bizga qiyinchiliklar beriladi?